Norim yoki g'alati savollar bilan. Tak. Nova guruhi Humo Arenada katta konsert beryapti. 30 ming kishilik va men o'sha kuni kasal bo'lib qoldim, konsertga kelmadim. Norim yoki g'alati? Menimcha prosta o'sha konsertni boshqa kunga ko'chirish kerak bo'ldi. Xo'p, konsertni arendalari. Excuse me. Oldindan aytiladi-da. Dildor oldindan aytib qo'yadimi? Kasal bo'lmayapti. Dildor plan, Apren o'sha kunimi? Dildor plan qilib O'sha kasal kuni qiladi. ikkita telefon qilyapti, men buni Men boraman. Onlayn qo'yib menga qarab olsanglar, savollarga onlayn. Menimcha Dildorsiz konsert beraveramiz, vaziyat to'g'ri tushunib. Dillar joylarini o'zi aytsin. Atrofga qaradim, qoldi-yo qoldi odamlar. Atrofga qaradim, qoldi-yo qoldi odamlarni ko'zida oloviy. Kel. Mana Prosta. Titanik. Flying. Norim yoki g'alati komandaga yana bitta bola olsak. G'alati. Menimcha g'alati, chunki bosh O'rin deysanmi? Norim 4 ta bo'lasizlar, men haqiqatan o'rtada bo'laman. Bo'ldi, bitta qiz ham olaylik bo'lmasa. Yoki g'alati yerdan topib olgan pulimizni shunday cho'chagimiz solib ketsak. Bir yoqda g'alati, bir yoqda Norim. G'alati, birovni pulini olib ketib qo'yotgan bo'lishimiz mumkin. Norim bu Alloh sizlarga o'sha rizqinglarni Ko'chadan beribdi. Yo'q. Do'ppani yeyamiz. Norim yoki g'alati biz Instagram ishlatmasak. Ha, Bu sizlarga savol. Buni kommentariyada Yo'q, yozinglar. senga ham. Menmi? Bir oy TikTok telefonsiz ishlatamiz. hayot. TikTok ishlatamiz. Bir oy menimcha odatiy holat bo'lib qolgan. Menga ham. bir oy bo'lsa Norim. Agar umuman bo'lsa, lekin g'alati. Parijon. Wow! Norim yoki g'alati Dildor klipga kal bo'lib chiqyapti. Nima emas, faqat meni chiqaversa hamma narsaga. Atak. Norim yoki g'alati agar videomiz shota tugasa. Norim. G'alati.